Mana spesifikatsiya 2208 shartnomaga. Mana bu yerda 52 xil tovar bor. 188 million so'mlik. Shuni endi biz kopiya qilamiz. Didoxga yuklash uchun Excel orqali. Shuni belgilab kopirovat qilamiz. Endi buni esdan chiqaramiz. Bo'ldi. Endi biz qiladigan ishimiz mana bu yerda faktura degan papkaga kirib, ichida Didox degan namuna bor. Shu namunani shundoq kopiya qilamizda, mana buni endi sразу naminavaniyani переименовать qilamiz. Misol uchun 2205 deyildi-ku bu shartnoma. O'sha yerga shunda kiriladi. Kirilganda mana bu yerda faktura degan joyiga kiriladi. Faktura shu yerga mana mamnaq qilib вставить qilinadi. Bo'ldi, qo'yildi. Mana 52 xil tovar. Endi bizda mana bu shablon qilib qo'yilgan. Mana sheet degan joyga kirildi. Bu yerda mana hamma narsalarni o'zi skachat qilib qo'ydi. Bu yerda qizildagi narsalar hammasi to'ldirilishi shart, bo'lmasam yuklamaydi. Mana bu 2 degani bu oldi sotdi degani anaqada, fakturada. Buni bilasizlar. Mana hammasini to'ldirdi. 12% ligi bor. Bu yerda summalari, NDS, narxlari, единица измерения kod 5 deb qo'yilgan. Bular baribir o'zgarib ketadi. Bu muhimi to'la turish kerak bu yerda. Endi orqaga qaytamiz. Mana bu yerda 2 kod gips kartonligi qo'yilgan. Bular hammasi bir xil 2 qo'yilgan. Bularni o'zgartirib chiqiladi. Endi misol kattaroq qilamiz. Endi mana bu yerda naminavaniyasi bor. Naminavaniya bu qizilda. Bular ham o'zi skachat qilingan. Mana bu yerda formulada turibdi. Endi keyingisi bu PP degani bu soni nechta ketgani, 50 ta tovarning soni. Endi sekin bu yoqqa o'tamiz yana. Bu yerda yana qizillar bor. Qizil inini. Buni men Binance Smart Trade'da ininasini qo'ydim. Sababi o'sha klientlarning ininasi qo'yiladi. Misol Discover yoki boshqasini kaman. Yana chekkaga o'tamiz. Chekkaga o'tganimizda mana bu yerda inini bu mana 14-ustunda Verosmart ininasi turibdi. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda endi muhim joyi bor. Mana shot faktura nomeri. Mana 2205 edi adashmasam. Shartnoma. Bugungi chisloni qo'ydim. Agar bu bugungi bo'lmasa, keyin ichkaridan o'zgartirib olsa bo'ladi. Mana bu yoni ham mana 1875 deb qo'ydi. Buni ichkarida o'zgartirsa bo'ladi. Qizil bo'lgani uchun buni to'ldirish kerak. Tak haqiqiysini ham qo'ysa bo'ladi. Bu ham mana to'la turish uchun mana 1 deb qo'yildi. Men ham 1 deb qo'ydim. Bu ham 0 tura qolsin. Bo'ldi mana. Mana shu narsa bo'ldi. Endi buni Ctrl Alt, ya'ni hammasini belgilaymiz. Belgilab kopirovat qilamiz. Kopirovat qilib, bu yoqda mana 1-2-3 bor-ku, значение. Shunaqa qilib stavить qilamiz. Stavить qilganimizdan keyin bu yuklanadigan narsa bo'lgani uchun 2205 mana fakturani biz o'chirib tashlashimiz kerak. O'chdi. Endi eng muhim joyi qoldi. Mana bu yoqda bu shablon o'zi 100 ta songa naminavaniyga mo'ljallangan narsa. O'shaning uchun 100 dan 52 dan pastini hammasini o'chirib tashlashimiz kerak. Mana shpakilovka fasadniy dan pastini o'chirib tashlashimiz kerak hammasini. Shuni belgilab pastga polni o'chirib tashlasak bo'ldi. Bu shablon boya aytganimdek 100 ta narsaga mo'ljallangan. Bo'ldi. Endi bizda nima tayyor bo'ldi? Buni kichiklarashtiramiz. Mana bular to'ldi, bitta qator to'ldi. Endi inini to'ldi. Mana bular 52 tagacha to'ldi. Sonlari bor. Bo'ldi. Bu to'ldi. Endi buni saqlayt qilamiz. Saqlayt qilib, endi Didoxga kiramiz. Didoxga kirib, mana Didoxga kirganimizda mana bu yoqda shablon mana eksport bor. 2205 mana buni tanlaymiz.
загрузить в черновик qilamiz. Bu загрузка qilyapti уже. Mana bo'ldi, успешно bo'ldi. Endi bu narsalar mana hammasi черновикda bo'ladi. Черновикda bo'ladi. Черновикda boyagi degan smart trade mana 1875 faktura. Bu yerda hammasi mana kilogramm bo'lgan. Mana bularni o'z mana 2 kodi ham gips kartonniki bo'lib turibdi. Buni ichiga kirib o'zgartirganimizdan keyin hammasi o'zi o'zgarib ketadi. Buni redaktoriyat qilib shartnomani nomerlarini o'zgartirsak bo'ladi. Keyin mana bu yerda 2 kodini o'zgartirsak bo'ladi. Yo'g'ida 2 kodni o'zgartirganimizdan keyin mana bu sanasa o'zidan o'zi o'zgarib ketadi. Kvadrat metr bo'lib. O'zi mana gips karton qo'yilgani uchun kvadrat metr bo'lib ketdi. 2 kod bo'ldi. Shu bilan подписать, отправить, сохранить, xullas hammasi shunaqa qilinadi. 6 minut tushuntirishga ketdi, lekin o'zi bunga bir 4 minutcha ketadi.